Hozirgi operatsiyamizda CD9 pastki qismida ancha eskidan turib qolgan toshni olib tashlashga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni bemor bugun murojaat qildi bizga. Anamizdan 2 oy oldin ham bir bezovta bo'lgan ekanlar. O'sha tosh tiqilib qolib, kattalashib, etlashgan. Ya'ni CD9 ni chiqish sohasiga tiqilib qolib etlashgan. E'tiborga bergan bo'lsalar, boshda kirish ham sal qiyin bo'ldi, provodnik ya'ni simda o'tishi ham qiyin bo'ldi. Bu degani tosh uzoq vaqt turib qolgani uchun shunday muammoga sabab bo'lgan. Toshni olib tashladik, toshni etlashgan sohalarni ko'rdinglar, videoda ko'rsatdik. Bu joyga ertaga kichrayib, torayib qolmasligi uchun albatta stent qo'yib ketdik. Stent sal uzoqroq turadi. Xudo xolasa 3 haftalarda stent olib tashlaymiz va bemorimiz bu darddan, bu toshdan xalos bo'ladi, qutuladi. Lekin tosh kasalining asosiy nima desa bo'ladi, qiyin muammolardan bittasi tosh agar sababi bartaraf qilinmasa, yana qaytalanishi mumkin. O'rtacha 3 oy, 6 oyda ba'zi bemorlarimiz 1 yildan keyin, 2 yildan keyin yana qayta murojaat qilishadi. Ya'ni yana tosh paydo bo'ldi, nima qilay, bezovta qilyapti deb turib. Shuning uchun albatta olib berilgan toshning tarkibi tekshiriladi va yana aytib o'taman, ko'pincha modda almashinuv buzilishiga, me'yorda suyuqlik iste'mol qilmagan holatlarda, terlash ko'p bo'lgan holatlarda, CD yo'llarida surunkali infeksiya bo'lgan holatlarda va qolaversa qalqonsimon bez oldi bezi faoliyatini buzilishi holatlarida tosh tez-tez qaytalanib turishi ehtimollari kuzatiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Sog' bo'linglar.